Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obyektimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumanida. Hozir sizga qisqacha obzor qilib ko'rsatamiz. Bu obyektimizni g'isht bilan o'rab qo'yilgan atayin xolodilnik uchun bino qurishgan, tepalarini yopib tayyor holatga keltirishgan. Bizdan maslahatlarni so'rab, Xudo xolasa nasib qilsa ishlarni boshlayapmiz. Hop, binoyimiz uzunligi 14 metr, eni 6 metr. Balandligi 4,5 metr bo'ldi. Izolyatsiyasini sendviç panelimizni penopolistirol materialini tanladik. Hozir sendviç panelimizni ham ko'rsataman. Sendviç panelimiz qalilligi 12 sm, zichligi 20 kg kub. Atayin shuni parametrda tanladik. Xudo xolasa inshaalloh 1-2 kunda o'rnatib akamizga manfaatli xizmat qiladigan qilib beramiz. Sizlarga ham shunday xaridlar qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 27 aloqadamiz.